hamma o'zining shevasida gapiradigan bo'lib ketdi. Vattilar ko'payib ketdi. Bahorosh shevasi, Navoiy shevasi, Qashqadaryo shevasi, Vodiy shevasi hammasi aralash quralash bo'lib ketdi. Chunki hozirgi rejissyorlar shevani farqiga yetmay qoldi. Tez dublash qilib topshirsa xolos. Uni qabul qilayotgan jurnalistlar ham to'xtang, mana bu joyini boshqatdan dublash qiling. Sheva ketib qopti degan so'zlarni aytilish kerak. Nima deb gapirsak gapiraveramiz, o'ylasak bo'ldi. Yo'q. Biz o'sha ustozlarimiz bergan ta'limni shakllantirib sekin tomoshabin orasiga olib kirishimiz kerak. Ularning ruhi faryod chekmasin. Agar ruhini poymol qilib rol o'ynasangiz, dublash qilsangiz baribir kasr uradi.